Iltimos yona qorsangchi notebook iltimos yon. Menimcha buzilib qolgan. Barchaga salom salom, men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Menimcha mana bu notebook'im buzilib qolgan shekilli. Вообще yonmayapti. Ha, mayli. Menimcha shaharga borib to'g'latib kelishim kerak. O'zi как раз shaharga borgim kelayotgan edi. Birato'la mazza qilib aylanib, keyin kompyuterimni, notebook'imni ham o'rnab kelaman. Xo'sh, bugun juda ham zo'r havo bo'lyapti o'zi ham. Juda ham mazza havo bo'lyapti o'zi ham. Juda bugun pogoda yaxshi. Xo'sh, izimliklarimiz bormikan o'zi? Aytgancha hamma izimliklarimni ishlatib qo'ygan edim. Shu menga minus. Endi shaharga borisham atmen bo'ldi. Вообще izimliklarim yo'q. Bugun qanaqa omadsiz kun bo'lyapti bola. Уже omadsiz kun. Hech qanday izimliklar yo'q. Mayli, tashqariga chiqaylikchi. Tushunmadim. Nima bu? Izimlikmi? Kimniki bo'ldi? Kimniki? Kimniki bo'ldi? Hazillashmanglar, bironta prankdir balkim. 64 ta izimrod. What the fuck? Kimniki bo'ldi? Kimniki bu? Kim izimrod tashlab ketdi? Allo. Kompot, nima bo'ldi? Nega baqirib yuribsan? Sen izimrudlaringni yo'qotib qo'ymaganmiding? Yo'q, nimaga? Ichidan chiqsam yerda izimrudlar yotibdi ekan. Kimniki bo'ldi endi bu? Agar to'polga borsang, bu izimrudlar menikida, ber. Yo'q, qishloqqa birinchi sayl aytib qo'yding o'sha. Bekor gapiribman. Mayli, qishloqqa. Bu qayerdan kelib qoldi bu izimrudlar? Hayronman. Kimdir tashlab ketdimi? Menimcha kimdir tashlab ketgandir. Mayli, balki egasi kelib qolar, kutarmiz, yoki o'zimlar shaharga borish uchun ishlatib olsam ekan. Taksiga pul kerak. Qani edi o'zimning mashinam bo'lganida, o'zim mashinamda besplatniy borar edim. Tekinga borar edim. Mashinam yo'qdi, afsus. Afsus. Qayerdadir balki egasi bordi mana bularni izimrudni. Egasi qayerda bo'lishi mumkin? Qani qidirib ko'raylikchi, balki atrofda bordir. Xo'sh. Salom, siz Kompotmisiz? Men Kompot. Biz sizni tabriklaymiz. Siz mashina yutib oldingiz. Qanaqasiga yutib oldim? Nima, sizning esingizdan chiqib qoldimi? 2 yil oldin bizning konkursimizga qatnashgansiz va hozir esa yutdingiz. Nima, 2 yil oldin? Qanaqasiga? Bo'ldi, esladim. Konkursga qatnashgan edim. Esladim. Tabriklaymiz, mashina yutib oldingiz. Nima, rostdan? Bola, men mashina yutib oldimmi? Bola, qanaqa chiroyli. Rostdanmi o'zi? Albatta, siz mashina yutib oldingiz. Juda ham zo'r-ku, bola, qaranglar. Bu mashina juda ham zo'r ekan, bola. Qaranglar, вообще zo'r mashina, menga juda ham yoqdi. Qaranglar, вообще zo'r. O'ylaylar, bola. Men 2 yil oldin bitta konkursga qatnashgandim, mashina beradi, lekin men ozgina ishonmagandim. Lekin shuncha odam qatnashgandi. Lekin ularning ichidan bittagina men yutdim. Bola, qanaqasiga 0,001% imkonim bor edi, yutish imkonim. Bola, qanaqasiga bola. Wow. Yangi konkursimiz yaqinda bo'ladi. Agar qatnashmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga bog'laning. Xo'p, mayli, rahmat sizga. Bola, endi men shaharga borsam bo'ladi. Let's go, bola, endi shaharga bora olaman. Sekin bola, yana yangi olgan mashinam buzilib qolmasin, sekingina. Deymiz, bola, juda ham tez ekan. Qishloqlar uzr so'rayman, juda ham tez ekan bu mashina. Bola, lekin bu sariq rang ekan. Meni rangim esa qizil bilan ko'k rang. Men qizil bilan ko'k rang qilsammigina juda ham chiroyli bo'ladi, Zo'r ideya lekin. Qizilman ko'k qilaman, mazza bo'lib. Qaranglar, o'ylab qarasam, qarang, mashina istadim, mashina tushdi. Pul izimni ishlagan, o'zim tushdi. Qanday bugun juda ham ko'p omad. Kompot, bu nima bo'ldi? Ko'rmayapsanmi? Axir bu mashina-ku. Yaxshi, menga mindirasanmi? Albatta mindiraman, lekin hozir emas. Men hozir shaharga ketishim kerak, chunki mening kompyuterim buzilib qolgan edi. Bo'lim, men kompyuter, mana bu izimliklarga kompyuter olaman shekilli. Eng zo'r va eng chiroyli kompyuter va juda ham zo'r kompyuter olaman. Kompot, senga kompyuter kerak emasmidi? Nima? Kompyuter menda oshiqcha bor edi. Rostdanmi? Qancha bo'ladi? Men senga tekinga beryapman. Unaqa dema. Pul yo'q, hech qanday tekinga. Prosta menda 3 ta kompyuterim bordi. Bugun qanaqa kun, hayronman bola. Izimni topdim, mashina topdim va kompyuter beryapti. Qishloqqa qanday bo'lyapti? Menimcha bugun seni omadli kuning.
Qishloqqa rahmat, kompyuter uchun rahmat. Bugun meni omadli kunim shekilli. Ha, bola, bugun meni omadli kunim. Qanday yaxshi bola. Juda ham yaxshi. Qaranglar, bola, men bugun qaranglar, nima istasam shu paydo bo'lyapti. Davayte, bironta narsa inday qilamiz. Lucky blockni istayman, eng zo'ridan. Ha, Lucky block, xo'sh, istayman Lucky block. Endi qaraylikchi, qayerda bormi? Yo'q-ku. Lucky block. Balki mana bu uydadir. Mana bu uyda paydo bo'lgandir. Yo'q, bu uyda yo'q. Lucky block. Хорошо. Balki yo'q. Kompyuterga olamiz, hammaylar o'xshamabdi. Ketdik bo'lmasa, o'sha bezni u to'ldir ekan, как раз o'sh mana bug chiqdi nima bor? Bola, Lucky block bola. Da o'xshadi bola, ha. Hozir olamiz, hammasini olamiz. Let's go, ochib ko'raman, juda ham qiziqib ketyapman. Let's go bola. Tushamiz sekingina bo'ldi. Endi esa hammasini ochishga juda ham qiziqyapman bola. Ichida nimalar chiqar ekan, ha? Let's go bo'lmasam bo'la, rostdan hammamiz o'xshayapti bo'la. Lucky blockni qo'yib buzib ko'ramiz. Let's go. Qayerga qo'yishim kerak? Mana bu yerga qo'yaman va endi buzib ko'ramiz. Tushmadim. Menda ot yo'q-ku oxir. Hammaylar boshqasini buzamiz. Bola, qaranglar, endi bu eng zo'ri. Qaranglar, endi bizda teleportatsiya, qarang, ender ko'zi bor. Bu yana hamma bular nima keragi bor? Endi ot yo'q bo'lsa, mayli oxirgisini sindiramiz, davay. Bola, let's go. Sindiramiz va yana chiqdi, juda ham ko'p mazza bola. Juda ham mazza. Juda to'xtanglar, endi juda zo'r ideya bor. Ha. Hozir shaxtaga tushib ko'ramiz. Ha, shaxtaga tushaman va ko'rasizlar hozir. Короче, radujni qandaydi, rudani qidiramiz. Ha, bola, to'xtanglar, kirka kerak bizga. To'xtanglar, kirkani. Bugun qaragan kun bo'ldi. Hech qanday ruda hech narsa yo'q. Kirka va fakir hech qisi kerak yo'q menga. Bola, qaranglar, men kirka so'rashim o'zi kirka berdi. Juda ham mazza bola. Bugun meni omadli kunim shekilli, menimcha. Ha, bola. Ha, menimcha juda ham zo'r. Endi esa u demak hech narsa topmagan bo'lsa, men esa albatta topaman, chunki menda omad bor. Ha, menda omad bor albatta. Xo'sh, men juda ham короче, radujni rudalar topayin ish qilib. Ha, shuni niyat qilib qolaman bo'ldi. Endi esa topsam kerak menimcha. Ketdik. Let's go. La bola, ko'ryapsizlarmi? Ha, video olinyaptimi? Ha, bola, qaranglar, men bola, qaranglar, вообще men radujni ruda topdim bola. Bu o'zi bittasini topish juda ham qiyin narsa. Men esa sразу 3 tani topdim bola. Juda ham yaxshi. Juda zo'r. Mana bularni buzib olamiz. Let's go. Bo'ldi. Va endi esa bola juda ham zo'r bola. Endi lekinchi bola, meni hozir juda ham qornim ochdi. Ha, hozir uyga borganimda juda ham ko'p ovqatlarni kutib oladigan odam bo'lganda juda ham zo'r bo'lar edi. Mazza qilib yeyim kelayotgan. Juda ham qornim ochdi. Ha, bo'ldi. Niyat qildik. Endi esa uyga borib ko'ramiz. Balki bironta narsa bo'lib qolar, ketdik. Menda endi radujni rudalar bor. Let's go. Mana hidi kelyapti. Bola, mana hidi kelyapti. Demak, meni uyimda. Ha, bola, meni uyimda. Demak, hozir men kirsam, ovqat turgan bo'ladi va men hayron qolishim kerak. 1, 2, 3. Let's go. Rostda ham ovqat bor ekan. Qishloqqa sen bu yerda nima qilyapsan? Kapot, men sendan kechirim so'ragani kelgan edim. Nima kechirim so'ragani? Nimaga? Men shaxtadan chiqayotganimda senga bilmasdan qattiq kirkani tashlab yubordim. Ha, u kirka menga kerak bo'ldi. Ha, sen men xafa bo'lib qolibdi deb o'ylab, men senga atayin mana bularni tayinlagan olib kelgandim. Ya'ni men tayinlamadim. Buvim tayinlab bergandan olib keldim. Bola, yana istaklarim bajarildi. Vau, juda ham zo'r. Nima? Yo'q, e'tibor bermay qo'yaver. Ha, bo'ldi, endi esa hozir yeb ko'raman. Qani, juda ham shirin. Pizza ham juda ham shirin ekan. Rahmat. Hech qisi yo'q, Kapot. Sen xafa bo'lmasang bo'ldi. Nega xafa bo'lishim kerak? Albatta xursand.
Ko'nglim joyiga tushdi, mayli men ketdim. Xayr qishloqqa yaxshi bor. Bola bugun juda ham omadli kunim. Juda omadli kunim bo'lyapti. Juda ham maza. Bola bunaqa omadli kun hech qachon bo'lmagan edi o'zi ham. Menga juda ham bugun omadli kun. Juda xursandman bola. Bola omad ketidan omad kelyapti o'zi ham. Juda ham yaxshi. Xo'sh, ko'cha ham juda ham zo'r. Qani edi ko'p pullar topib olganimda juda ham zo'r bo'lar edi-da. Mayli, ularni endi orzu qilamiz только. Juda ham tugab qoldi afsus. Mayli, yana so'rasam yana keladi beradi-yu, mayli. Xo'sh bo'lmasam, demak, pul so'ragandim. Oshqimam kelibdi. Bola, men endi boyvachab ketdim. Bola qaranglar. Men endi boyvachaman. Bola qaranglar. Hozir pul so'raganda pul bo'lib qoldi. Вообще zo'r. Endi boyvachaman. Kapot, hamma pullarni ko'rdingmi? Nega bu pullar kimniki o'zi bu? Nega buncha ko'p? Bu pullarni senga olib keldim. Menimcha haligi ishimni pullari bo'lsa kerak. Lekin buncha ko'p ishlamadim-ku. Kam berar dedingiz-ku doim. Kapot, men bittasini tushunib qoldim. O'ylab qarasam, har oyda senga 400 rubl kamroq berayotgan edim. O'shanga qarasam, hammasi halol bo'lsin deb hammasini to'pladim. Juda ham zo'r. Qanaqasiga bola, qanaqasiga, вообще qanaqasiga. Ko'rmayapsizmi? Juda ham xursandman. Hech kim buncha pulni ko'rib hech qachon xafa bo'lmagan. Demak, men xursand bo'lishim kerak. Hech kim xafa bo'lmagan. Bola, bugun juda ham omadli kunim bola. Bola, kommentariyaga albatta yozib ketinglar, nega bugun omadim kelayotganini. Men вообще tushunmayapman. Nega omad kelyapti? Qanaqadir cheatmi yoki bugmi? Hech narsani tushunmadim. Balki adminlar uyushtirgandi. Kim uyushtirgan bo'lsa ham bugun, lekin juda ham omadli kunim bo'lyapti. Bola, qani edi yana uchib ketganimda, zo'r bo'lsa, zo'r bo'lib maza qilib uchib yursam ham. Yo'q, hazillashgan edim. Prosta hazillashib qo'ygan edim. Bekor aytibman, iltimos, hazillashgan edim. Tushiringlar meni yerga. Yerga tushiringlar. Yo'q, iltimos. Yo'q. Men prosta oxiri yomonlikman tugadi. Mayli, sizlar men kompot bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishcha hammaga xayr.